Alloh taoloning huzurida ayollarning o'ziga bir xos o'rni bor. Xalaqoz zawjayni zakara val unsa. Alloh taolo erkak, ayol juftlarni yaratgan. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhan nas, inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu." Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan, Odam va Havvodan yaratdik. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'st, birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli-tuman xalqlar, qabilalar qilib qo'ydik. Yer yuzida erkak, ayol turmush quradi. Va mana shu er xotini bir-biriga vafosi bo'ladi. Yer yuzida ayoliga vafodorlikda tarix Muhammad alayhisalomdek kishini ko'rgan emas. Hech bir erkak ayoliga Muhammad alayhisalomdek vafodor bo'lgan emas. Ayrim erkaklar ayollarni o'zidan past ko'radi. Bu ayni johillik. Ayni johillik. Xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli dedi payg'ambarimiz. Sizlarning ichinglardagi eng yaxshilar ahllariga, ayollariga yaxshi muomalada bo'lganinglar. Va men dedi payg'ambarimiz, ayollariga yaxshi muomala qiladiganlarning eng zo'riman dedi. Mendaqa hech kim ahllariga yaxshi muomala qila olmaydi dedi. Demak, ayollarga lutf bilan muomala qilishlik, birodarlar, zaiflik belgisi emas.